Nexia 2 legendani muxlislari uchun oppoq svetdagi Nexia 2 ni yondamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan mashina bo'lib, mashina balon holatlari yomon emas. 55-15 balolar qo'yib qo'yilgan ekan. Mashina prosto salonda ekan, lekin Lasetti rollar qo'yib qo'yilgan, Gentra roll. Chexol polak qilingan, o'zi magnitofoni, video registrator, antiradarlar. Ayirgan probegi 179 ming, 180 ming probegida deylik. Mashinani orqadan holatlari yaxshi holatda turibdi. Nexia 2 muxlislari uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Faqat kapot bilan kirloda, bu kirloning uchasiga mana shu yaqinida petnosi bor ekan. Tekshirib ko'rib olaverasizlar. Mana aka. 1.5 motorda, 5 konditsioner, 3-pokoleniya metan. Bu mashinani oxiri 60 million so'm bo'lsa, biz obunachilarimiz uchun akamiz berar ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa, telefonlariga aloqaga chiqib bosamiz.